Qarindoshlarım, bugun ochiq gaplashaylik. Hozir ko'pincha yoshlarimizning, balkim sizning kallangizda faqat birli nishon bor. Pul tepish. Maktabda o'qiyotganlar bu darslar bak zerikishli, qachongacha o'qib yuramiz, buni o'qib qachon pul topaman, uningdan ko'ra savdo qilay, tez pul topadiganning ishini qilay deydi. Ota-onalarmi o'qigan degan bilan yanada bolaning royiga boqadi. Kelgisi uchun bir hunarlik bo'lib olmasinmi deydi. To'g'ri, pul muhim, pul kuch. Ammo men sizga bir ochiq bakmo ochiq bir haqiqatni aytaymi? Vatandagi millionerlarimizning puli yo'qmidi? Ularni bir aslab beqing. Ularning zavodlari, saroylari, dachilari yo'qmidi? Ammo bir kuni bir soqchi oylik maoshi shu boyning bir vaqt tamiqiga yetmaydigan soqchi kelib, qo'lidagi bir parcha qog'oz bilan u boyning butun mol-mulkini, hatto hayotini musodir qildi, tatib oldi. Nimishqa? Chunki u boyda pul botdi, ammo uni qo'g'daydigan hokimiyat yo'qdi. Tarixda nurg'unlagan boy, ammo davlati yo'q millatlar o'tgan. Ularning oqibati nima bo'ldi? Ular xuddi samirgan qo'yga o'xshab qoldi. Qo'y qancha samirsa, yung qanchaki qilin bo'lsa, go'shi qanchalik yog'liq bo'lsa, qassob, ya'ni dushman shuncha xushal bo'ladi. Chunki qo'yda mulk bor, ammo tish va tirnoq, ya'ni qonun, siyosat, diplomatiya kuchi yo'q. Yoshlar, maktabni tashlab, ilmni tashlab, faqat pul bo'lsa-da hamma bo'ladi ekan deyishingiz donolik emas. Bu o'z ustingizdagi mas'uliyatni texi his qiladigan aqlingizning yetilmaganligi. Bizga albatta saxovatchi boylar to'liq zarur, ammo uningdanmi bak bizga shu boylikni, shu millatni qo'g'daydigan minglar kerak. Assalomu alaykum izbosar qayrindishim. Tariximizga qaraylik. Biz nimishqa bugungi holga tushib qoldik? Biz qo'rqinchoqmi? Yo'q. Bizning ajdodlarimiz jang maydonida dushmanni titratgan, Manjularni, Xitoylarni, tajovuzlarni qo'g'lab chiqargan, jangda yengilmagan. Ammo biz har qitim qayta ustalda yengildik. Jang qilish bilan bo'ladi, ammo davlat qalam bilan, aql bilan tutib turiladi. Bizning bularimiz qon kechib zaminni ozod qildi, ammo urush to'xtab, bitim tuzishga, xalqaro qonundagi o'rnimizni belgilashga, davlat qurilmasini sizishga kelganda biz oqsab qoldik. Nimishqa? Chunki bizda generallar ko'pdi, boturlar ko'pdi, ammo dunyoni tushunadigan diplomatlar, strategiyachilar, siyosatshunoslar va tarixchilar yo'q deyarlikdi. Dushman nima qildi? Ular bizning boturligimizga tankilanmaydiganligini bilib, bizni suhbat ustiliga taklif qildi. Bizning boturlarimiz siyosatni, o'yin qoidasini, xalqaro tilni bilmaganligi uchun shu bir parcha qog'ozdagi imzo bilan butun g'albini dushmanga qo'sh qo'llab topshirib berdi. Biz siyosat paskini ish. Biz aralashmaymiz. Biz faqat ibodat qilamiz yoki savdo qilamiz dedik. Natijada nima bo'ldi? Natijada shu paskina deb qaragan siyosatni qo'lda tutganlar bizning eng pokiz ibodatimizni chekladi. Pulimizni bulab ketdi. Bugungi yoshlar yana shu xatolikni takrorlayotdi. Men o'rganmayman, beshim og'riydi deysiz. Undaqda tayyor turing. Sizning topgan pulingizni, sizning kelgusingizni, siyosatni biladigan, tarixni biladigan dushman bir kunda yo'q qilib yetadi. O'ylab baqdingizmi? Vatanda yoshlarimizning qaysi kasblarda o'qishiga yo'l qo'yildi? Xitoy qaysini chekladi? Naqshi usul san'at kengri yo'l qo'ydi. Bizni o'yin tomoshaga silib, g'aflatdan nadon qoldirish uchun. Tibobat, qurilish, tabiiy palla cheklamadi. Chunki bular texnik xodimlar, ular davlatga bino soladi, kasal davolaydi. Ular sistemaga cho'ng xavf ipkanmaydi. Balki ish bo'shliqlarini to'liqlaydi, dushmanga xizmat qiladi. Ammo qaysi pallani chekladi? Qaysi pallada o'qiganlarni xatarlik deb turmalarga tashladi? Muddatsiz kesdi. Din, tarix, siyosat, qonun, jamiyatshunoslik, adabiyot. Nimishqa? Chunki tabiiy fan narsalarni yasaydi, ammo ijtimoiy fan millatlarni quradi, tirildiradi. Dushman biladiki, agar siz tarix bilsangiz, kimligingizni, dushmanning asli yuzini, o'tmishdagi xatoliklarni o'rganasiz, sizni oldig'ili bo'lmaydi. Agar siz siyosat bilsangiz, davlatning qanday quriladiganligini, xalqaro do'st va dushmanni qanday ayirishni, ularning taktikalarini o'rganasiz. Agar siz jamiyatshunoslik bilsangiz, chechilib ketgan bu xalqni qanday qilib bir mush qilib tashkillashni o'rganasiz. Ular bizning qo'l, ya'ni ishchi, dehqon, savdogar bo'lishimizni xohlaydi. Ammo hargizmi menga, ya'ni rahbar, strategiyachi bo'lishimizni hargizmi xohlamaydi. Biz chet eldagi erkin dunyoda
Amerikada, Yevropada, Türkiye'de, Qozog'istonda turibmi, yani şu texnik yoki oshpaz bo'lishni tanlasak, biz dushman bizga sizib bergan siziqdan erkin dunyodami texicha halqib ketolmaganligimizni bildiradi. Ba'zilar mening bu so'zlarim uchun diniy nuqtadan meni ayblashi mumkin. Qarindishim, din degan faqat masjidning ichidagi ibodatmi? Qur'onga Yusuf alayhissalomning qissasiga qarab yiqing. Yusuf alayhissalom zindondan chiqqanida Misr podshohidan nimani tilidi, nimani talab qildi? Pulmi, uymi? Qala ja'alni ala khazainal ardi inni hafizun alim. U meni davlatning xazinalariga, moliya va iqtisod boshqarishga mas'ul qilgan. Chunki men buni saqlalayman va boshqarishni bilaman dedi. Bu nima deganlik? Bu davlat boshqarish ilmi. Yusuf alayhissalom biladi-ki, hokimiyat, iqtisod va siyosatni qo'lga olmay turib, adolatni tiklagili bo'lmaydi. Islomdami siyosati shar'iyya, ya'ni shar'iy siyosat deydigan bir butun ilm bor. Bu oddiy bir siyosat emas, bu ummatning ishlarini boshqarish san'ati. Bizga bugun kim kerak? Bizga faqat arabcha tekstni yodlaydigan qorilar emas, albatta ular bizning tojimiz. Balki shu islomiy ruhni, milliy qimmat qarashni yuragiga pukkan, shuning bilan birga xalqaro qonunni sudek biladigan, siyosiy strategiyani dushmandan yaxshi tushunadigan, tarixini tahlil qilib, kelgusini planlay oladigan zamonaviy ulamolar va ziyolilar kerak. Mana bu farz kifoya. Agar bizning oramizdan, ya'ni chet eldagi yoshlardan mushundoq odamlar yetarli chiqmasa, hammamiz butun millat Allohning oldida javobgar bo'lamiz. Chunki millatning haqqini, izzatini, qonuniy o'rnini qo'g'daydigan til va aql mushu ilmlarda. Sodigar pul topadi, ammo u pulni qayerga ishlatishni, millatni qanday qutuldirishni siyosiyon va olim belgilaydi. Xulosa shuki, mening izbosar qarindoshlarim, men sizlarga savdo qilmanglar demayman. Pul tepinglar, boy bo'linglar. Bizga Hazrati Osmondek, Abdurrahman bin Avfdek milliarder, millioner boylar kerak. Iqtisodiy kuch bizning tayanchimiz, yiqilg'orimiz. Ammo orangizdagi eng qallisi o'tkir, eng talotliq, eng ziyrakli yoshlar, sizlar o'zinglarni faqat mashina setishga, oshxona ichishga, ko'chada moto haydashga yoki maoshi yuqori, ammo oddiy xizmatchi bo'lishga isrof qilib o'tmanglar. Sizlarning kallanglar millatning mingisi. Sizlar millatning umidi. Bir millatning hamma odami savdogar bo'lib ketsa, u millatning taqdirini kim o'ylaydi? Siyosatini kim belgilaydi? Tarixini kim yozadi? Hurmatlik, qadrlik ota-onalar, sizlarga bir eg'iz so'zim bor. Farzandinglarni faqatli jon boqalaydigan, oilasini yaxshi qamdiyalaydigan odam qilib tarbiyalamanglar. Rizqni Alloh beradi. Buningdan ansiramanglar. Bizga faqat qo'rsqi to'q bolalar emas, balki bizga yo'l xaritasi sizadigan, bizning unutilgan tariximizdagi sirlarni ochadigan, dunyoni va jamiyatni ilmiy tahlil qila oladigan, kelgusida davlat quradigan bolalar kerak. Balangizning zehni o'tkir bo'lsa, uni doktor bo'l, savdogar bo'l deb qistamang. Uningga sen millatning beshidagi tumonlarni tarqitadigan chiroq bo'lsa, sen siyosat o'rgan, sen qonun o'rgan, sen tarix yozadigan olim bo'l, sen haqiqiy islomiy diniy kishi bo'l deb duo qilib yo'l ko'rsatinglar. Ulug' ishlarni qilish uchun ulug' niyat va ulug' tarbiya kerak. Shuni bugungi 16-topshiriq mundaq. O'quvchilarga, agar siz hozir to'liq o'tirda yoki universitetga tayyorlik qilayotgan bo'lsangiz, darhol kasbingizni qayta o'ylashing. Pul topadigan kasbni emas, millat quradigan kasbni. Islomiy ilmlar, xalqaro munosabat, xalqaro qonun, tarix, jamiyatshunoslik, iqtisod boshqarish, falsafa, adabiyotga o'xshash kasblarni o'ylang. Niyatingiz men millatimning tili va mingisi bo'laman bo'lsin. Ota-onalarga, bugun kechda farzandingiz bilan o'ltirib paranglashing. Uningga cho'ng bo'lganda kim bo'lsa deb emas, millating uchun qanday masalani hal qilib bersa deb so'rang. Ularning qalbiga davlat uchun asqatadigan odam bo'lish urug'ini cheching. Xizmatdagilarga har kuni 30 minut vaqt ajratib, dunyo tarixi, siyosat, islom tarixi haqida kitob o'qing. Savdogar bo'lsangizmi, siyosiy engi bor, ko'zi ochiq, sezgur, sagak savdogar bo'ling. Biz jang maydonida yengilmadik. Faqat dushmanning hilasiga oldinadigan sodda bo'lib qoldik. Endi ustaldimi, siyosatdami yengilmaydi. Buning uchun sizning aqlingiz va ilmingiz kerak. Yuqoridagi so'zlarimni anglab, meni iqtisodni muhim emas dedi deb o'ylab qolmang. Ata, ya'ni 17-qismda iqtisodiy mustaqillik, tilamchilik bilan davlat qurilmaydi, pul tepishning to'g'ri niyati
va boylarning mas'uliyati haqida so'zlashimiz. Mening izbosar qarindoshlarim, oldimizdagi bizga qarab kelayotgan tarixiy fursat uchun aqlinglarni tovlanglar. Allohga omonat.